Assalamu qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchi raisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer 19 may kuni Мәңгүлек сөз televiziya torining kechilik xabarlar programmasiga taklif qilinib, Sharq Turkistonning muhim strategik ahamiyati, xalqaro jamiyat sal qarashga bo'lmaydigan Sharq Turkistonning ahvoli, Xitoyning nima uchun Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini meg'izliq jumlalar bilan anglatdi. Diktor Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga 12 yil bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa 2021 yili bu vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan dunyodagi tunji davlat. Undan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi Xitoyning qilmishlarining insoniyatga qarshi ig'ir jinoyat shakllantirish mumkinligini ogohlantirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Trump hokimiyatini Xitoy izchil yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqiriq qiladi. Bu ikki o'rin Xitoyning mustamlikachi kuch salohiyatiga rasmiy turda jang e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Mustamlikadan qutuldirish komitetiga tunji qatam iltimos sundi. Bularni munozara qilish uchun programmamizga Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyerni taklif qildik. Xo'sh keldingiz, Salih. Amerika Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganiga 12 yil bo'lgan xotira kunida xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi ahvoliga yanamo sal qarshi bo'lmaydigan qandoq paketlar bor deb so'rganida Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi meni programmamizga taklif qilganligingiz uchun rahmat. Oldi bilan paket shuki, Xitoy o'zining 2020 yildagi Oqtashliq kitobida har yili 1.290.000, 6 yilda jami 7.800.000 yaqin odamni kasbiy tarbiyalash yoki qayta tarbiyalash markazlariga so'lganligini bayon qildi. Qayta tarbiyalash yoki kasbiy tarbiyalash markazi degani jazo lagerlarini ko'rsatadi. Faqat qilmishlarini yo'gash uchun berilgan nom. Xitoy hukumatining dokladlari va oshkorlangan hujjatlarda Sharq Turkistonning nupusini bo'libmi, Sharq Turkistonning janubidagi nupusni azaytish kerakligi. Hatto Sharq Turkistonning ba'zi joylarida nupusning ko'payish nisbatini 0% ga kamaytirish o'tirg'i qo'yilgan. Buningga qo'shilib, 100 mingdan, ya'ni 300 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy millat ayollarini majburiy tug'mas qilyapti. Mutaxassislarning ishonchisiga qaraganda, bu keyingi 20 yilda Uyg'ur nupusini 4,5 milliondan ortiq azaytib ekan. Xitoyning o'zining ta'lim-tarbiya sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, 890 mingdan ortiq Uyg'ur bolalari ota-onalaridan ayirib etilgan. Bu Xitoyning texmo dahshatli irqiy qirg'inchilik shakli. Etan Gotmanga o'xshash Xitoyning organ atkazchiligi tadqiqotchilari mutaxassislarning tadqiqotiga asoslanganda Xitoy har yili 18 yoshdan 31 yoshgacha bo'lgan 25 mingdan 50 minggacha Uyg'urning organlarini sug'urib oladi deb javob berdi. Muxbir Sharq Turkiston muhim bir jo'grafiyalik o'rin, mo'l mineral, tabiiy qazilma boyliqlarga ega. Tayvan bilan aloqador masalalarga muhim ahamiyatga ega. U yerda amaliyotda nima ishlar yuz beryapti deb o'ylaysiz? Nima uchun hukumat shunday qiladi? Bu haqda bir oz to'xtalgan bo'lsak deganida, Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi Xi Jinping hokimiyat tutgandan boshlab Tayvanga tajovuz qilib egallab olish. Yana biri Xitoyning ta'sirini kengaytirish umumiy nishonining amaliylashishi uchun bir balvoq bir yo'l tashabbusini o'tirg'i qo'ydi. Sharq Turkiston bo'lsa bir balvoq bir yo'l tashabbusining ultishi. Sharq Turkistonsiz Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishini ilib bora olmaydi. Sharq Turkiston Xitoyning iqtisodiy uchun hayotiy ahamiyatga ega. Xitoyning neft va tabiiy gaz boyligining 30% Sharq Turkistondan chiqadi. Xitoyning 20 o'lkasi va 120 dan ortiq shahri Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini ishlatadi. Sharq Turkistonda ishlangan paxta Xitoy paxtasining 90%ni egallaydi. Hatto yilmi millionlagan xalqimiz Xitoyning sirtqa eksport qilib setib chiqaradigan arzon mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qo'l emgakiga selinadi. Bu yilning boshida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning qalaymaqon qul qilishining insoniyatga qarata jinoyat hisoblanganligini va buningdan andish qilganligini bildirdi. Xalqimiz qul qilinyapti, o'ltirilyapti, tug'mas qilinyapti. Buning sababi Tayvan bilan biror to'qinish yuz bersa, Sharq Turkistonning o'yinni o'zgartirib o'tish rolini o'ynashidan, ya'ni
siyosiy vaziyatni o'zgartirib yetishidan andish qilishidir. 2009 yılı Xitayning davlat mudofaa strategiyachilari Xitoy davlat mudofaa universitetida leksiya so'zlab, kelgusida Amerika Xitoy bilan Tayvan masalasi sababli to'qnashib qolsa, bir kechada 300 mingdan 1,5 milliongacha Uyg'urni qurollantirib, Xitoyning g'arbga va sharqqa so'zilgan turbi yo'lini, energiya torini uzib tashlab, Xitoyning urush qilish iqtidoriga ziyonkashlik qilganligini aytib ogohlantirish bergan edi. Xitoyning osti xarakterlik mustamlikadan o'tib, xalqimizni pak-pokiz yo'qotib o'tishga ehtiyoj bo'lib, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligining sababi bu dedi. Amerikalik tanilgan texnik korxonachisi injener Elon Musk 16 may kuni ijtimoiy axborot vositasi X'da Angliyani siyosiy mahbuslarni qo'yib o'tishga chaqiriq qilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi Dr. Mantiminali apandi 17 may kuni buningga inkos qaytirib, siz o'xshash chaqiriqni Xitoyga qila olmaysiz. Xitoyga siyosiy mahbuslarni qo'yib ber deb chaqiriq qila olmaysiz. Chunki bu sizning Amerika bilan Xitoyning dunyoviy raqamli kontrol qilishda moslashishni ilgari surishdagi tirishchanlik planingizni buzib yetadi. Siz bu planning ayrilmas bir qismi. Xitoy raqamlik turma bo'lib, yer sharidagi boshqa davlatlardan nachar. Xitoyda har qanday odam har qanday siyosiy mahbusga aylanishi mumkin. İnsanlar nima o'ylayotganligini so'zlay olmaydi. Sizning X tor betingizni o'z ichiga olgan chet elning cho'ng tor betlariga kira olmaydi va bu raqamlik turmadan qochib qutula olmaydi. Siz buni nihoyat yaxshi bilasiz. Ammo Xitoy bilan dunyoviy raqamlashtirish vazifangiz tamomlanguncha axloqiy rahbar obrazini yetildirish uchun ergashuvchilaringizning diqqatini qasddan Angliyaga burayotsizsiz dedi. 14 asrda yashab o'tgan atoqli jug'rofiya olimi shundaqla mamlukiylar xaqoni tarafidan Al-Malikul Muayyad unvoni berilgan mashhur tarixchi Abul Fido Sulton Tug'anxon haqida shu qurlarni bitadi. Shunda qilib Hijriya 408-yilga yetib keldi. Bu yili Turkiston sultoni Qarxon olamdan o'tdi. Ba'zi tarixchilar Qarxonning Hijriya 406-yili Turkiston diyori bo'lmuş Qashg'arda vafot bo'lganligini qayd qilishadi. Aslida Qarxon shu yili bitap bo'lib yetib qolgan edi. Ba'zi turk qabilalari va qora Xitoylarni o'z ichiga olgan zo'r ko'lamli chin qo'shini fursatni g'animat bilib, uning yurtiga besib kelmoqchi bo'ldi. Qarxon ularga qarshi otlanish uchun Allohga munojat qilib, o'ziga shifolik berishni, Xitoy qo'shinini bir taraf qilayotgandan keyin boshqa nima kelsa mayli ekanligini aytib duo qildi. Degandek sultonning kesili saqaydi. Shuning bilan sulton darhol butkul qo'shinni to'plab, chin qo'shinini tarmal qilishga otlandi. Chin qo'shini shu vaqtda 300 ming chidirliq qo'shinga ega bo'lib, sulton ularga qaqshatqich zarbisi bilan 200 mingdan ortiq dushmanni o'ldirdi. 100 mingcha kishini asir elib, son-sanoqsiz g'animatlar bilan Balasog'unga qaytib keldi. Qaytib uzun o'tmayla sulton olamdan o'tdi. Sulton Qarxon haqiqatan dini mustahkam, adolatparvar sulton edi. Uning bu sarguzashtisi sahobalardan Said ibn Muaz al-Ansari radhiyallohu anhuning sarguzashtisiga naqadar o'xshagan-a? Muaz radhiyallohu anhu Allohdan o'zini taki Bani Qurayza g'azotida qatnashganga qadar qabziroq qilmay turishni tilagan edi. Degandek, uning jangdagi yarisi taki Rasululloh Bani Qurayza yahudiylarini jazolab o'ldirishga tegishlikini o'ldirib, surgun qilishga tegishliklarini surgun qilib to'xtaganga qadar adimay turdi. Ishlar oxirlashishi bilan birdilla Saidning yarisi qanashqa boshladi va bu olamdan xo'shlashdi. Sulton Qarxonmo xuddi shu sahibiga o'xshash olamdan o'tgan edi. Sultonning to'liq ismi Abu Nasr Ahmad ibn Ali Tug'anxon bo'lib, uning vafotidan keyin qarindishi Abul Muzaffar Arslanxon taxtga o'tirgan edi. Burhan Muhammadning Chirik ruh va Quruqchi zihniyat nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.